aniqladik. Bir qancha video tasvirlarni topdik. U tasvirlarda bor ediki, u shifoxona yashirincha laboratoriya ekan. Odamlar ko'rinishida esa oddiy shifoxona edi. Odamlarning nazarida oddiy shifoxona bo'lgan bu joyda yashirin laboratoriyalar mavjud ekan. Va biz u yerda bir qancha yozuvlarni, video yozuvlarni, kompyuterlarni topdik. Va ularni ochib ko'rdik. U yerda odamlar suv ostidami, yer tagidami, qayerlardandir bir sandiqsimon qutilarni topib olishgan ekan. Keyin uni ochib ko'rishgan ekan. Nima qilasan? Bir hamma narsaga qiziquvchanlik qilib suqmangni suqib ko'ravermasang nima qiladi? Hamma ishda rasvo qilgan shular ekan. Keyin uni ochib ko'rishganda uni ichida qizil toshmali zombilarning turlari solib qo'yilgan ekan. Ular qayerdan kelib qolgan, buyog'i noma'lum. Ular bir necha million, milliard yil davomida o'sha sandiqda yotgan ekan. Hech kim shu tumshug'ini tiqmagan joyga shular borib tumshug'ini tiqib hamma ishda rasvosini chiqarib kelgan ekanda. Mana shular. Xullas kalom, ular sandiqni ochishgan, sandiqni qutisini ish qilib ochilmasin degan narsani ochishibdi. Keyin u yerda qizil toshmalari havoda faqatgina ular yorilar ekan. Kislorodda, havoda. Agar o'sha qutilarda qoldirishsa, ular hech qanday zarar keltirmay yotishaverishgan bo'lishar ekan. Ularning o'zlari turmagan, shunchaki o'sha havoda o'sha pufakchalari yorilgan va atrofdagilarga tarqagan. Ular zombiga aylanib bir-birlarini aylantira boshlashgan. Va ulardan takomillashib hayvon zombilar va gibridlar kelib chiqqan.